O'zbekistondagi eng tez elektron darvoza demaymiz. 10 sekundda ochiladi demaymiz akalar. Chunki bitta mashinadan kelib mashinani olib kirgungacha 1,5 metr joy ochilsa bo'ldi. Mashinada kirib keladi. 10 sekundda mashina kiradigan darajada ochiladi. Ya'ni shu darajada bo'lsa mashina bemalol kirib chiqaveradi. 10 sekund 12 sekund atrofida ketadi. Narxi $900 ham bor, $3000 ham bor. Bu ko'rib turganlar turistik materiallarda bo'ladi. Pishirib puxtaligiga bitta baho berasizlar. 6 yil oldin qilingani ham xuddi shunaqa yangidek holatda turibdi. Ichkarida ko'rpa bo'lar ekan, $100, $300. Ya'ni har bitta materiali buni ikki xil bo'lar ekan. Arzoni hamda qimmati. Cho'ntagingizga qarab bemalol shunaqalar zakazsiz bo'ladi. Ishxonangiz bormi, ofisingiz bormi, mana shunaqa pulli darvozani yaxshi ustasini, garantiyali ustasini qidirayotganmiz. Bu videoda o'sha do'stingizga jo'natib qo'ying. 1 kvadrati $90 dan boshlanar ekan, 3x3 razmeri $900 ga ham 1100, 1,5 ming ham tayyorlab berishaverar ekan. Aloqaga chiqinglar, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka, ustanovka xizmatlari bor.